Tursunay Ziyovuddinning ko'z yoshi. Abdori Mavlon Yosin. Bahar chillayman. Zirik keşcanlar bu zimistondan. Canu canımdan bahar chillayman. Tunlar kechisi hovlig'an shirdek, ah pig'onimdan bahar chillayman. Ne taqtim bar, ne sevrim emdi. Qaynoq bir qozon yurakim emdi. Go'yo bir volqon tilikim emdi. Shu volqonimdan bahar chillayman. Ölümdün ortiq yig'lab o'ltirmoq. Mirosmidi bu yoshlar oqquzmoq. Xoinlar ishi bosh egib turmoq. Pok vijdonimdan bahar chillayman. Shuni kuylayman zimistondami? Tilim zanjirda bog'langandimi? Ko'krakka nayza qadalgandimi? Issiq qinimdan bahar chillayman. Abdurim O'tkir. Mehirgul Tursunning yig'isini yezib bo'lgandan keyin Xitoy zulmidagi Uyg'ur ayollarining yig'isi to'g'riliq bir narsa yezishga zodili qo'lim bormadi. Yuragim itilib va parchalanib ketadi ekan. Psixikimga cho'ng ta'sir qilib, o'z-o'zimga gap qilib, qo'limni benormal egiz-pas ko'tarib, kechalari uxlay olmay ketadi ekanman. 2018-yili Mehirgul Tursunning anglag'uvchilarni jismoniy va ruhiy jihatdan qattiq ko'ydirib tashlagan, insonlarning yuragini pichoqdek o'yib tashlab, tanlariga titrak soladigan yig'i ovozi bilan so'zlagan, Xitoy turmisining ichi sirtida tortgan qattiq jabr zulm sezgurashlarini, bolasini o'ldirib, ondan to'nglatquning ichida bolasining jasadini ilib, xuddi bir parcha xom go'shtdek oldiga tashlab bergan ichinishlik ahvolini bir qatimda anglab olishga yuragim chidamay, uchga bo'lib anglab tugatgan edim. Mehirgulning ikki ko'zidan eqib tushgan tomchi marvoyatdek issiq yosh xuddi lava iqimdek tenimning ichi sirtini kuydirib tashlagan edi. Yuragim chidamay o'tdek kuyib va nafas ololmay o'rnimdan necha turib ketib, talog'i chiqib og'zimni yo'g'on ichib nafas olishga va muzdek suv ichib yuragimni kuydirayotgan yolqinni pasaytishga tirishgan edim. Bo'ldi. Endi Uyg'ur ayollarining yig'isi to'g'riliq qalam tavratmay, unda qalamni tavratadigan chidamliq yurak menda yo'q ekan va irodamni vayron bo'lib ketadigan degan tuyg'u menda paydo bo'lib, o'zimning hissiyotini besish orqali sezgilarimga qotillik qilib kelgan va ko'z yeshimga to'g'on silib iqib chiqishini to'sab kelgan. Lekin buning azobi texami hasratlik ekan. Rivoyatlarning aytishicha, suv parisining ko'z yeshi bo'lmaydi ekan. Shuning uchun uning tortgan azobi har qanday azoblardan hasilab ig'ir va mungluq ekan. Men ko'z yeshimni ichimga yutavergan siri suv parisining azobining dardini shunchalik tushandim. İnsanlar bilan Allohning o'ttirida elchilik qilayotgan farishtalar Uyg'ur xalqining yig'isini numus deb bilarmi yoki vijdon deb bilarmi? Jasurona ruh deb to'shamdi yoki qo'rqinchoq yurak deb yetkazamdi? Uyg'urlarning ko'zidan iqiyotgan yoshlar kelgusidagi baxtli urug'larni sug'urvatadi deb yozamdi yoki Uyg'urlar tarixidagi fursatlarni qayta depsanda qilganlik uchun tortmasa bo'lmaydigan muqarrar azob deb xotirlamdi. Mehirgul Tursunning yig'isini yozgandan keyin yana bir yurish Uyg'ur ayollarining palakka yetgan, olamni tavratgan yig'izorlari tinimni g'alg'al titrakdan ozod qila olmadi. Uxmayman. Avval put-qo'lim titirdimi yoki qalpoqlarlarim titirdimi yoki tinim jo'g'ildimi yoki yuragim titirdimi? Bu titrak qo'rqishdan keldimi, ansirashdan chiqdimi, umidsizlikdan yetildimi, nafratdan qaynab tashdimi, g'azabdan portildimi, amalsizlikdan paydo bo'ldimi, o'zimni ayblashdan jug'landimi, dod faryodlarimning ko'kka ko'tarilishidan va Alloh tova deyishlarimning aks sadosidan yamrab ketdimi, yoki barliq hodisa va ahvollardan yug'urilib chiqdimi? Men bilmadim. Bilishni xohlamadim. Bilishga intilmadim. Chin yuragimdan aytsam, bilishdan o'zimni apbashdim. Mehirgul Tursunning bolasining jasadini xuddi bir parcha xom go'shtda qo'liga tashlab berganini o'ylab, tuvan qalpukini asta tishlab bitib qolgandek bo'lib, ko'zidan ixtiyorsiz eqib tushgan yoshlari. Zumrat Davudning uyushib qolgan bu dunyoga
ve mest yotgan xalqiga o'zining Xitoy turmusidagi til bilan tasvirlagili bo'lmaydigan dard alam kechirmishlari bilan Xitoyning vahshiyligi oshkorlanganda yig'isiga hamroh bo'lib oqqan taram-taram yoshlari. Gulbahor Jelilovaning Xitoyning dahshatli qiyin qistoq ve her xil qiynashlaridan tanlarida qolgan yara, jarohat ve tortiqlarini dunyoga ko'rsatib zorlanganda to'kilib tushgan yoshlari. Qalbinur Siddiqning Xitoylarning elektronlik o'rindiq, halay, qalpoq bilan Uyg'ur ayollarini qiynapli qolmay, yana elektronlik kaltakni Uyg'ur ayollarining avrat yo'liga ve numusiga sanjig'anlarini tasvirlaganda ko'zidan chiqqan yolqinlik yoshlari. Gulzira Avulqonning mecburiy Uyg'ur ayollarining kiyimlarini soldirib ve qo'llariga ko'yzi silib, Xitoylar bosqinchilik qilib bo'lganda bu ayollarni yuyish jarayonini eslaganda yurakni ezadigan yoshlari. Sayragul Savutbayning 20 yoshlik bir qizni 100 dan ortiq mahbusning oldida qip yalang'och qilib, Xitoy soqchilar navbatlanib bosqinchilik qilganda u yosh Uyg'ur qizning chaqirib yig'ilgan ovozini tasvirlaganda öksüp çiçirab chiqqan yoshlari. Nursimon Abdurashidning "Dunyo sizlar nimani kutib turibsizlar? Uyg'urlarning yo'qolib ketishini-mi?" deb yig'lab turib, dard to'kkan yoshlari. Gulbahor Xotivojining 3 yil lager jarayonida tortgan jafolarni ve shu ig'ir kishilarni o'ylaganda qor bosqandek bo'lib, texir reallikqa qaytib kelolmagandek chiroyiga qetib qolgan yoshlari. Munavvar Tursun xonim o'zining tortgan zulmlarini o'g'li Pirqat Javdatdan yushirib ve o'g'liga madad ve ilhom berib, asta so'zlaganda ko'z qorchuq ustida lig'ildab turgan yoshlari. Bu ayollarning yoshlaridan yuragim bir pas yengni sanjilgandek og'irsa, bir pas mujulgandek siqildi. Yana bir pas portilab, par bo'lgandek holsizlanib ketdim. Ko'z yosh oqizish bir numus ish emas. Her qanday go'zallik eng yuqori pallaga taraqqiy qilganda, hayajonliq uzun davomlashganda, ruhimiz zarba yeganda, umidlarimiz uzilganda ko'zlarimizdan asta yoki bulduqlab yosh yiqib chiqadi. Xitoy madaniyati bo'lsa, dunyodagi eng go'zal so'zliklar bilan inson qalbining eng cho'nqiridagi eng razil va ifloslikni qezib chiqib va olamga qo'yib berishni e'tiqod qilgan madaniyat. Bu Uyg'ur ayollarining to'kilgan yoshlari bo'lsa, mushu iflos madaniyat bilan tarbiyalangan millatning zulmida qolgan xalqning oqqan yoshlari. Bu ko'z yoshlarimiz daryo kabi eqib Amerika, Yevropa, Turkiya va yer sharining nurg'un yerlariga yetib bordi. Bu yoshlar duolarimiz orqali Alloh taologa yetib borganmidi? Faylasuflar dengiz okeanni insonlar tarixidagi barliq ko'z yoshidan selingan kutubxona deb qaraydi ekan. Men shundoq deb o'ylaymanki, bu kutubxonaning tragediya qismi Uyg'urlarning, bo'libmi Uyg'ur ayollarining ko'z yoshi bilan to'lgan ve davomli kengayotidi. Bu yuqorida yezib o'tgan Uyg'ur ve Qozoq ayollarining kechirmishlaridagi numus, alam, azob, qayg'u, zulm, qo'rqish, cho'chish, ansirashlardan teshib chiqqan ko'z yoshidan vujudga kelgan daryoda iqib, BBC kanali orqali Tursunay Ziyovuddin yana bir qatim dunyo sahnasiga bir cho'kib, bir ko'tarilib yetib keldi va Xitoy lageridagi zulmlar bilan dunyoni hayron qoldirdi. Mengu takrorlanmaydi degan 2. Dunyo urushidan keyin o'rtoqlashgan ongni inkor qilib tashildi. Dunyoning Xitoyga bo'lgan nafratini qo'zg'ash bilan tang Uyg'urlarga bo'lgan hissiyotini kuchaytdi. Ko'z yoshi bo'lsa, insonlar kechirmishini eg'iz bilan aytolmaganda yoki yuragi ko'tarolmaganda eqib chiqadigan namlik. Men dardimni Alloh taologa duo qilish orqali pasaytdim va ko'z yoshimni duo qilgan qo'lim bilan surtib quritdim. Tursunay Ziyovuddinning kechirmishlari mening bu normal davolash tadbirlarimni unumsiz qilib qo'ydi. 2021 yili 3 fevral Matsev Hilil qatorliq 3 kishi yozgan Sharqi Turkistondagi Xitoy lagerlarida Uyg'ur ayollarga Xitoylarning ilib borgan sistemlik bosqinchiligini tasvirlagan maqola BBCda e'lon qilinib dunyoda cho'ng g'ulg'ul paydo qildi. Men bu maqolani paragraflarga bo'lib bir kunda aron o'qib bo'ldim. Chunki biroqli o'qib bo'lishga yuragim chidamadi. Har bir paragrafni o'qib bo'lguncha maydam aytishib, yuragim og'rib,
ko'nglim ilishib, ko'zlarim qorong'ulashib ketdi. Xitoylar Uyg'ur ayollariga sistemlik bosqinchilik elib ketib borganligini anglag'animga xeyli uzun bo'lgan bo'lsa-mu, navbatdagi maqolaning BBC'da e'lon qilinishi menga alohida ta'sir qildi. Tursunayning ko'zidagi azob og'riqni ko'rib, ko'z yoshiga tabiiy hamroh bo'ldi. Ko'z yoshimni to'xtatqicha mangzimga yamrab ketdi. Qizib ketgan yuzimdan chiqqan yolqin qisman yeshimni por qilib mangzimni quritib qo'ydi. Mayli mangzimdan iqib tushsin yoki qitib qolsin, uni surtib etishqima qo'lim bormay mayliga qo'yib BBC'da e'lon qilingan maqoladan Tursunay Ziyovuddinning qisman dard-alam dardidan jondan to'ygan kechirmishlarini o'rtoqlashaylik. Tursunay Ziyovuddin turmidagi hayotini tasvirlagan tövendiki so'zlar sizning yuragingizni ezamdi, ko'zingizni to'rlashtiramdi, nafsingizni bo'g'amdi, ming o'ltirib, ming tirildiramdi. Turmi kameradan ilib ketgan ba'zi ayollar zot qaytib kelmadi. Tursunay Ziyovuddinning suhbatdagi bu so'zi nima degan vahshiy? Bu ayollar Xitoyning navbatlashib bosqinchiligida chayqirab, jinsiy a'zolardan qonlari eqib holsizlanib, ota-onasi, urug' tuqqanlari va bolalari xiyolida g'uva o'tib, bu dunyoning oxirgi qildak nuri ko'zidan o'chib, Xitoy jasad ko'ydirish tonorlarida kul bo'lib, chang to'zonga aylanib ketgandi. Yoki bu ayollarning jasadlari Xitoydagi tajribaxonalarda ming yerdan kesilib, to'nglatqo'larda saqlanayotgandi. Yoki ishkirdagi Xitoylarga setilib, jinsiy qul bo'lib yurgandi. Bu qizlaridan hech xabar ololmagan ota-ona, urug' tuqqan va bolalari dard-alam dardidan tirik do'zaxda kuyib, nima bo'lib ketib borgandi? Bularni ko'z oldimga akelsam, tanlarim to'xtamay titraydi. Turmi kameraga qaytirib kelgan ayollarni, beshidan o'tgan voqealarni hech kimga demaysan deb qo'rqitgan. Tursunay Ziyovuddinning suhbatidagi bu so'zi odamning ichini ezib tashlaydi. Bu ayollarni qancha qatim akitib bosqinchilik qilib, qancha qatim turmi kameraga yondirib kelgandi. Bu ayollar o'lmasimi, menga o'likdek yashaydi. Sanoqsiz qatim Xitoyning navbatlashib bosqinchiligiga uchrab, ruhi allaqachon vayron bo'lib ketadi. Tursunay Ziyovuddinning o'ng qo'lini yumib olgan va yeshi eqiyotgan ikki ko'zining o'rtasiga asta bisim azob dunyosiga qaytib ketgan, texi turmidagi dard-alamlardan azob bo'lolmagan qayg'u hasratga cho'kib ketgan chiroyi bizga hammani aks ettirib beradi. Tursunay Ziyovuddin suhbatda turmidagi bir yashangan ayolni Xitoy dafsanda qilgan jarayonini mundaq tasvirlaydi. Ayollarning zinnat buyumlarini musodir qildi. Mening qulqumdagi halqini sug'urib oldi va bir guruh ayollar bilan bir uyning ichiga solab qo'ydi. Aramizda bir yashangan ayol bor edi. Xitoylar bu yashangan ayolning ish kiyimidan boshqa uchidagi hamma narsani soldirib oldi. Bu yashangan ayol o'ng'aysizlanib, badanini biligi bilan yepishga tirishdi. Bu ayolning yoshlari yomg'irdak to'kilib tushdi. Xitoylarning bu ayolga qilganlariga qarab qattiq yig'lab ketdim. Tursunay Ziyovuddinning so'zlarini o'qib yuragim sanjilib va nafsim siqilib, chidab turolmay o'rnimdan turib talog'i chiqib og'zimni yo'g'on ichib, fevral kechasining sovuq havosini ichimga sumirishga tirishdim. Sovuq havo ichimga kirish bilan badanimda asta titrash paydo qildi. Ko'kka ko'z tashildim. Süp-süzük osmon chaqnab turgan yoki ko'zini qisib turgan yulduzlar bilan zinnatlangan. Mushu yulduzlarning birisi mushu numusi dafsanda bo'lgan shu yashangan ayolga guvohchisi bo'lib, Allohga dardini yetkazamdigandi. Yoki Sharqi Turkistonning sirtida amal qilishib, o'zaro ziddiyatlashib, ozroq manfaatga mustaqillikni setib yurgan Uyg'urlarga qarab, "Sana bumi oz, texi ko'radiganing bor" deb zongli qilib atamdigandi. Bu yashangan ayol tortgan zulm o'ziga yetib kelganligini tasvirlab, Tursunay Ziyovuddin so'zini davomlashtirdi. Soqchi meni urib yerga yiqitdi va qo'rsqimga tepdi. Soqchining o'tiki nihoyat qattiq va og'ir ekan. Soqchi qo'rsqimni dasavotganini bildim. Ichimdan qizdiq to'lqining iqiyotganini his qildim-da, hoshimdan ketgani tasli qoldim. Buningdan ichimda qon uyushmasining paydo bo'lganligi oshkorlandi. O'q bu yerga kelganda tinimni sovuq ter bisib ketdi.
oğaq durib, qabahatlik tush ko'rdim. Xitoy saqchisining qattiq o'tiki qo'rsqimni teshib kirib, oshqozonimga besim ishlatgandek bo'lib, ko'nglim ilishib ketdi. G'ilildigan putim bilan o'rnimdan turib, to'r bog'langan ko'zim bilan tutuqlashib ketgan talog'i yana chiqib keldim. Yana shu kashning sovuq shamili, yana shu Yusuf Qasojib yozgandek, kishansiz pukildi, mang'almas putim. Qaraydi yo'rimas bo'lib, nurluq ko'zim. Qanchalik ota-onasi e'tiborlab boqqan Uyg'ur xonim qizlarimiz Xitoyning qattiq o'tkining dasishida ichilari qallak qon uyushmasiga to'shib ketdi. Tug'ish iqtidoridan ayrildi. Mangu saqaymas jismoniy va ruhiy kasallikka bog'landi. Qanchilari shu Xitoyning qattiq o'tki ostida ko'z yumdi, jon berdi. Tursunay Ziyovuddin bu suhbatda Xitoylarning lagerdagi Uyg'ur ayollarga inson qilipidan chiqqan bosqinchiligini mundaq oshkorildi. Har bir turma kameraga 14 ayol so'langan. 2 qavat karvat, ko'mirlar bilan rishot qilingan deriza, bir dona dos va yerga qo'yilgan tarat qatsini. Dastlabda bir ayolni kameradan elib chiqib ketganini ko'rganda, nima uchun olib chiqib ketganini bilolmadim. Boshqa kameraga yotkigan o'xshaydi deb o'yladim. 2018 yili mayning ma'lum bir kechasida men bilan 20 yoshlik bir qizni olib chiqib, bir maska taqib olgan Xitoy erning oldiga keldi. U qizni ayrim bir uyga akirib ketdi. U qiz ayrim uyga kirishi bilanla chaqirib ketdi. Men u qizni qiynayotgan o'xshaydi deb o'ylabdiman. U qizga bosqinchilik qilayotganligini hargiz o'ylamabdiman. Bir soatdan keyin qizni kameraga qaytarib keldi. U qiz tamoman o'zgarib ketibdi. Hech kimga gap qilgan unimidi. Xuddi murdadek jimjit tikilib qoladigan bo'lib qolgan. Bu kameradagi nurg'un ayollar aql zehnidan ayrilib qoldi. O'qib bu yerga kelganda yana chidamay o'rnimdan turib ketdim. Xuddi o'zimning qizi bosqinchilikqa uchirgandek his qildim va Uyg'ur erlik g'ururim depsanda bo'lganligini qattiq to'ydim. Bosqinchilik qilib bo'lgandan keyin Xitoylar bu qizlarni jasad ko'ydirish to'norida ko'ydirib, olamdan izini yo'qotgandi. Bu qizlar hayot qilgan ahvoldimi, butun hayotiga hamroh bo'ladigan jinsiy numus, yurak og'riq, ruhiy azob, majburiy yagonilik va oilasiga akiladigan cheksiz ichki og'riqni o'ylasam, dimim siqilib, yuraklarim pora-pora bo'lib ketadi. Xitoylar qanchalik qizlarimizga bosqinchilik qilib, ularni ko'zim pildirlab turadigan murdaga aylantirib qo'ydi. Bu qizlarning bu nomusdan tortayotgan azobini tasvirlaydigan so'z topolmadim. Lug'atga har qanday so'z ojiz va keraksiz keldi. Qancha yuz minglagan qizlarimiz Xitoyning bosqinchiligiga uchrab oyoq osti qilindi. Bu qizga ulabla o'zining bosqinchiligiga uchirgan jarayonini eslab, Tursunay Ziyovuddin BBC'da e'lon qilingan suhbatda mundaq dedi. Meni kameradan olib chiqqan Xitoy ayol mening yaqindan qonayotganligimni u maskali Xitoyga aytdi. U Xitoy ayol meni hiliqi qizni akirgan uyning yonidagi uyga akirdi. Ularning qo'lida elektronlik kaltak bor edi. Men uning nima ekanligini bilmaydim. U elektronlik kaltakni mening jinsiy a'zoyimning ichiga ishtirib, meni elektronlik so'qish bilan qiynadi. Menga 3 qatim bosqinchilik qildi. Turmada sana bir odamni bosqinchilik qilmaydi. U yerda birli yirtqich bor emas. Har doim 2 yoki 3 odam bosqinchilik qiladi. Ular bosqinchilik qilib qolmay, butun badaningni tishlaydi. Ularning hayvonmi yoki odam ekanligini bilolmay qolasan. Ular badanning hamma yerini tishlab, qo'rqinchli va vahiminlik izlarni qoldirdi. Uni qarasa, kishining ho bo'lg'isi keladi. Bu maqolaning avtori suhbatda kashmishlarni so'zlayotgan Tursunay Ziyovuddinning chiroyidagi o'zgarishlarni mundaq tasvirladi. Tursunay qog'oz qo'lyog'ligini ko'ziga besib, yeshini to'xtatmoqchi bo'ldi va o'zini asliga akilish uchun uzun vaqt jim turib qoldi. Maqolani o'qib mush yerga kelganda o'zimni tutolmay, ko'zlarimdan oqqan yoshlar ikki mang'izimda iz qoldirib iqib, kunubka taxtasiga tushdi. O'zimning ojizligidanmi, keraksizligimdanmi, amalsizligimdanmi, umidsizligimdanmi, xorlanganligimdanmi, g'azablanganligimdanmi bilolmay, o'zim hangviqib qolgandek bo'lib, put qo'lim titrab o'rnimdan turib ketdim va yana sovuq shamol osti kuchayotgan talog'iga chiqdim.
Soatga qarab baqsam yarim kecha bo'pti. Daraxtlarning g'azonlari shildirlayotdi yoki yig'layotdi. Mushu vaqtda yana qancha 10 minglagan Uyg'ur ayollari Xitoy turmalardagi kamerlarda Xitoylarning navbatlashib bosqinchilik qilishida, elektronlik kaltaklar jinsiy a'zolarga sanjilganda va nozik tanlarini cho'shqilab ishlayotgan ishchilardan qonlar iqayotgandi. Azobda chiyqirayotgandi. Sarang bo'lib so'zlab qolgandi. Ümidsizlanib o'zini o'ltirib olgandi. Xitoylar kuydirib, kul qilayotgandi. Singlim Tursunoy Ziyovuddin boturlik va mardonalik bilan Xitoylarning turmidagi Uyg'ur ayollarga ilib borgan shiddatli qiyin qistoq, jabr, zulm, zo'ravonlik, qo'rsa qismiga qattiq o'tik bilan dasash va o'kul urush bilan tug'mas qilish, dumbalash, elektronlik kaltak bilan qiynash, ko'zini bog'lash, put-qo'lini bog'lab navbat bilan bosqinchilik qilish qatorliq inson qalbidan chiqqan ko'rinishlarni yana bir qatim dunyoga oshkorildi va o'zining bir necha qatim bosqinchilikqa uchirgan jarayonini bayon qildi. Bir ayol kishiga, bir Uyg'ur ayolga o'zining Xitoy turmasida qayta navbatlashib bosqinchilikqa uchirganligini dunyoga bayon qilish uchun qanchalik mardonalik, qanchalik jasorat, qanchalik qahramonlik va qanchalik g'ayrat ketadi. Bu jon jinidan o'tib ketgan alam va cho'nqur azob oqibatdan portlab chiqadi-ku. Singlim Tursunoy Ziyovuddin, siz eng go'zal Uyg'ur. Imoningiz eng mukammal Uyg'ur. Qalbingiz eng pok va suzuk Uyg'ur. Eng jasoratlik va qahramon Uyg'ur. Siz hozirgi zamondagi Rizvongul. Rizvongul Xitoylarning yomg'irdak etilayotgan o'qqa qarab olg'a mang'ab bo'lsa, siz Xitoyning Uyg'ur ayollarga qilayotgan inson qalbidan chiqqan yovuzligini dunyoga bayon qildingiz. Bu nuqta nazardan qaraganda, sizning bu mardonaligingiz Rizvonguldanmi yuksak qaysarlikni talab qiladi. Siz bu mardonaligingiz bilan Uyg'ur ayollarining g'ururini saqlab qolmay, Xitoyning odamiylikdan yo'qotgan va irqiy qirg'inchilik elib berayotgan jinoyatini dunyoga shak shubhisiz va qilchi muzokir talab qilmaydigan holda dunyodagi eng cho'ng maydonlarda oshkorildingiz. Xitoyga va dunyoga Uyg'ur ayollarining nozik va lekin uyul tashdek mazmut qaddini, tiz pikmas ruhini, bo'yin egmas jasoratini, po'latdek mustahkam irodasini, vatan va millat uchun qurbon berishga har qachon, har zaman tayyor ekanligini yana bir qatam ko'rsatdingiz va tarix kitobiga yozdingiz. Men to'rlarda bu ayollarning yig'isini, to'kilgan ko'z yeshini va chiroyidagi tez o'zgarishlarni qanday tasvirlashni bilolmadim. Aniq aytsam, qalamim bekla ojizlik qildi. Bu ayollarning titirgan va gizildosh ovozlaridan, ochiq va nomus qo'shmoq bo'lib qisishidan qizargan yuzlaridan, dard to'kish bilan tang nafas ilishining tezlashib ketishidan yoki tiniqining ichiga tushib ketishidan, nimalarnidir o'ylab mushtumini ching tugishidan, so'zlab etib keskinlik bilan qo'llarini ishorat qilishidan, bir ishlarni eslab ikki qo'li bilan yuzini itib elishidan, bir narsani ayib ko'rganda qilib ko'zini kishilardan apqichishidan, bu dunyoga nafratlanishi bilan ko'zlaridan g'azab nuri chaqnishidan, go'yi vaqtlarida to'nglab qolgandek qetib qilishidan, ba'zida so'zlab etib duduqlab qilishidan, bir narsadan ansiravatgandek va vahimadan qutulolmagandek uyoq bu yoqqa qarishidan, pasib holda ko'z yeshi qilishidan, ko'z yeshi tomchib tushayotganligini bilmay tikilib qilishidan. Men bu ayollarning chiroyining bundoq o'zgarishlarni o'zimning adabiyot bilim doirasidagi bir so'z bilan ifodalay olmadim. Bu singlimning kayfiyatida g'azab, o'ng'aysizlik, qo'rqish, g'am, umidsizlik, tamtirash qatorliqlarni ko'rdim. Ularning hayotidagi barliq baxtli kunlar o'chib ketgandek his qildim. Erkin Osiyo radiosining muxbiri Gulchehra G'o'ja bilan kulimsirab tushgan rasmidanmi Tursunoy Ziyovuddinning sungan yuragini ko'rdim. Texi Xitoyning azobidan qaytib kelolmaganligini his qildim. Bu ayollarning ko'zidan oqqan yosh insonlar qayg'u hasrat, uzilgan muhabbat, hayajonlangan hissiyot yoki ko'ngliga orom ekelgan xo'shallikdan chiqqan yosh emas. Mayli bular o'ksib yig'lasin yoki dam ololmay hasrab yig'lasin yoki undamasdan sukut yig'lasin
yoki ho'ngrab unini qo'yib berib yig'lasin, yoki bo'sh ovozda yig'lasin, mayli qanday shaklda yig'lasin, bu biz ko'rgan va anglagan insonlardagi yig'i emas. Bu bir tinish yashayotgan inson eng past va eng iflosning eng rezil va eng sharmanda dafsandasiga uchirganda chiqadigan yig'i va to'kiladigan yosh. Bu insonning ko'zida paydo bo'ladigan namlikdan iqib chiqqan yosh emas. Bundaq yosh bu Uyg'ur ayollarimizdan allaqachon qurib ketgan. Bu Uyg'ur ayollarining pari-pari bo'lgan yuragidan siqib chiqqan qondan iriq elib ko'zidan iqib chiqqan qizil yosh. Yuragimiz qanchalik bardoshlik berolmasimi, chidab oshu 20 yoshlik qizimizni 100 dan ortiq mahbusning oldida qib yalang'och qilib, Xitoy soqchilar navbatlashib bosqinchilik qilganda, u yosh Uyg'ur qizimizning chiyqirib yig'lagan ovozini anglab boqaylik. Zorlanishini ko'z oldimizga akilib boqaylik. U qiz to'niganlatiga bir erkin uchib yurgan kepinak edi-ku. Do'stlarining orasida sayrab yurgan bulbul edi-ku. Ota-onasining ko'zida bu dunyoning malikasi edi-ku. Minglagan Uyg'ur yigitlarining yuragini ko'ydirgan o't yolqin edi-ku. Mag'rur qad ko'tarib turadigan bir sohib jamol edi-ku. Xitoy hayvonlari shu qizimizni 100 dan ortiq odam oldida qib yalang'och qilib, navbatlashib bosqinchilik qilgan ahvolni ko'z oldimizga akilib boqaylik. Shu qizimizning shu vaqtdagi zorilnishi, chiyqirishi, vayron bo'lishini ko'z oldimizga akilib boqaylik. Chidamadim. Talog'i chiqib birdam yig'lab kirib, ondan qalamni boshqadan qo'limga olay. Men bundaq voqealar uchun qalam olmagan. Qizim, men sizni qutuldirammadim. Bir keraksiz otangiz bo'ldim. Par-par bo'lgan yuraklarimni boshqadan qurashtirib, Alloh taologa yig'lab, ozroq yezishqili yaradim. Men bu ayollarning yig'isiga agishib yig'ladim. Dunyo bu ayollarning yig'isiga agishib yig'ladi. Son-sanoqsiz Uyg'ur ota-onalar, aka-inilar va hadi-singillar bu ayollarning yig'isiga agishib yig'ladi. Lekin yana nurg'unlagan Uyg'urlar bu ayollarning yig'isini anglamay, xuddi hech ish bo'lmagandek xotirjam yashab ketib boradi. Bu Uyg'urlarda o'z millatiga bo'lgan kichikgina hissdoshlikmi yo'qmidi? Bu Uyg'urlarning yuragidan qonxo'r Xitoylarning qini oqamdigandi. Angliyalik yozuvchi Charles Dickens shundoq degan: Parvardigorga ayonki, biz ko'z yeshimiz uchun nomus qilishimizning hojati yo'q. Chunki ko'z yeshimiz yomg'ir bo'lib, yer yuzidagi to'pichoqning ustiga tushib, qetib ketgan yuraklarni bag'riga bosadi. Men o'ylab qoldim. Biz Uyg'urlarning ko'zidan oqqan yomg'irlar Tursunoy Ziyovuddin va o'sha Xitoylarning navbatlashib bosqinchiligida chiyqirib yig'lagan son-sanoqsiz qizlarimizning ko'zidan oqqan qon kabi yoshlar nelarga ketdi? Biz bu yoshlarimizni qaytirib ilishimiz kerak. Tursunoy Ziyovuddin tasvirlagan shu yoshangan ayolni Xitoy soqchilari kiyimini soldirib, yalang'och qilganda ko'zidan alam va xo'rlangan yeshi itilib chiqib, yuzlariga yamrab, burunlaridan va ingaklaridan to'kilib tushganda, bu bir Uyg'ur ayol uchun qancha cho'ng azob. Bu bir qarishtirish imkoniyati bo'lmaganda to'kilgan yosh bo'lsa, sop qalbdan to'kilgan yosh, xorlangan dildan to'kilgan yosh, ruhiy azobdan to'kilgan yosh. Vijdon depsende bo'lganda to'kilgan yosh. Yosh degan ko'zning eng yuksak ifodalash darajasi. Insonlar tili tutilganda ko'z yeshi bilan ifodalaydi. Shu bechora yoshangan ayolning tili tutilib, ko'z yeshi oqqanda ich-ichidan qanchalik zarba yegandi. Har kuni Xitoy lagerlarida qanchalik ayollarimiz pok yoshlari bilan Sharqi Turkiston zaminini sug'urayotgandi. Dunyodagi Uyg'urlar bu ayollar sug'urgan zamin qurib ketkicha yana ichki jidal bilan aql va energiyasini iste'mol qilib bo'landigandi. O'limning ko'z qarashida kulki ovozi bilan ko'z yeshining farqi bo'lmaydi. Insonlar doim kulkisiga tang bahramon bo'lganlarni eslay olmaydi. Lekin yig'isiga tang bahramon bo'lganlarni osonlikcha unutib keta olmaydi. Singlim Tursunoy Ziyovuddin suratlagan lagerdagi bizning ayollarimizning go'zal uzun sochlarini Xitoylar kesib olgan. Ularning ustidan xuddi hayvonlarga ilib borgandek noma'lum tibbiy tekshirish ilib borgan. Ularga qusqusini keltiradigan va hech nimani sezmas qilib qo'yadigan dorilarni majburiy ishkizib va ukullarni zo'rlik bilan solgan aslamalarni shu xonim qizlarimiz turmadan chiqqan holatda unutib qola olamdi. Singlim Tursunoy mushularni eslaganda öksüp yig'laganlarini to'rlarda ko'rganda bizning yuraklarimiz qanchalik og'ridi. Ruhimiz qanchalik zaxmlandi.
Ko'z yoshimiz qanchalik oqdi. Shu xonim qizlarimizning qanchisi shu Xitoy lagerida yo kulkiga, yo yig'ig'i sezimi yo'q holda mangu yo'qolib ketdi. Men BBC'ning bu maqolasini o'qish jarayonida ko'z yoshim zoda to'xtamadi. G'oyida qo'l yog'liqda, g'oyida qo'limda yuzimni etib turdim. Burnimning uchida tomchi tushayotgan ko'z yoshimmi yoki burnimdan tushgan suvmi farq etolmadim. Gulzira Avulqonning majburiy Uyg'ur ayollarining kiyimlarini soldirib va qo'liga ko'yzi selib, uning yinidagi uyda Xitoylar shu yordamsiz ayolga navbatlashib bosqinchilik qilib bo'lguncha saqlab turib, navbatlashib bosqinchilik qilib bo'lganda bu ayollarni yuyish jarayonini eslab so'zlaganda yuraklarining qanchalik ezilganligini his qila olamiz. Bundaq ichinishliq ahvolni o'qib talog'i yig'lab chiqqanimda ko'kdagi millionlagan yulduzlar biroqla g'oyib bo'lib, olam qop-qorong'u bo'lib ketgandek his qilib ketdim. Bu ayollarning sezgurashchisini anglab cho'nqir hissiyot bo'lmasa, biz nimani so'yimiz va nima uchun kurash qilamiz? Tenimizga pichoq tegsa qon oqidi. Yurakimiz pora-pora bo'lganda yig'lab ko'z yoshimiz oqidi. Bu bir normal insonda bo'ladigan aks etish. Lekin bu Uyg'ur ayollarimizning azob yig'inlarini anglab hech ish qilmasak yoki oldimizga to'salg'u qilib olsak, biz tarixiy jinoyatchi bo'lamiz. Bu ayollar o'zining ojiz tini bilan Xitoyning vahshiy tomlarini bosib o'tib, g'aflatda yashayotgan dunyoni va Uyg'urlarni uyg'otishga tirishayotdi. Dunyo bir oz uyg'ongandek qiladi. Lekin Uyg'urlarchi 2021 yili 12 fevral Los Angeles, Amerika.